Özleri Japonchilaydigan adamlar kim? Hammani qilganmi shu ustam. Dadin bika o'ziga o'zi Japonni setib oldi. Bizni nima Japonda qo'yib, nimani qilibdi deslar, qapoq ko'ndirman deb qapoqlarni to'ning ichiga savotidi. O'ltir, mana shu ustamning 1000 ga yaqin qapoqini olib kelamiz. Shu qapoqlarning ichidan eng xillangan, ig'ir, shu qilin 100 ga yaqin qapoqni tanlab, sizlarga men shu qapoqni ko'ndirib beray deb. Şu vaqtında Japon tatmislar ki biz odatda 30 santidan 40 santigacha bo'lgan qapoqlarga gul ishlasak 5-600 ko'ydan yo'qirsin necha ming ko'yga sotib tursa bu suv qapoq deb bularni u bahada sotib olmasa haq olamdi uni desam pulni qo'yilish ketmanglar fikrlarim bizning an'anamiz unutilib qolmasin. Ularda hamma degidek suv qapoq bor degan biz mana shu suv qapoqning suyini ichib cho'ng'ilgan. Sizlarning sababinglar bilan bu an'anamiz ozroq ishlar to'pi ichida bo'lsa davomlashib qolsa yaxshi debdi. Men shuna qilayni deb qo'yganga kishichidan beri to'g'al berdi. Menda demamlar. Bu ustamning usuli bo'yicha bu qapoqni ko'ndirishning muncholar murakkab jaqoliqlarini nima deylayman bizni. Endi ilqi oz suyiga qaynatib, ichiga choy, bir narsalarni quyib ko'ndirdi deydigan an'anaviy usullar bor ekan. Lekin bu ustamningki ko'ndirish usuli o'xshamaydi o'zlari. Mana murakkab qo'yilishning nima ahmiyati bor desam, faqat qapoqni qurib qo'ymsizlar avloddan avlodga qabul bo'ldik deb tushundirdi. Anzik açığım geldi. Japon'ı chillovaga adam kellar izledi. Ustam avval qapoqlarni shu tunga saldi ekan. Bu tun battish ketgan tun kim bu mehnatgan bu debni qamslan. Bu sumay tuni emas, asli sumay tuni. Dan uningga toz, sinjang, xujovlar qatorliq narsalarni shu to'kib ichiga suv qachilaydi ekan. Bu suvni qancha soat qaynatadi ekan desam, ulug' o'tda taxminan 12 soat atrofida qaynatadi ekan. Ulug' o'tda endi qarab turadigan gapkan, ketmaydigan gapkan, to'qmay suvni jalab turadigan gapkan. Bundan cho'ng'aroq ko'mirni silib, uni suv o'tda yana bir kich turg'iz ekan. 24 soat bo'ldi ya. Ondan yana bir kun turg'izsa, suv sovisa, undan keyin to'ning og'zini ochadi ekan. Qapoq pishibdi, ha qapoq tayyor bo'libdi deb o'ylaylar. Haqiqatan qapoq pishdi. Lekin bu ustam qapoqning sirtidagi suvni pak spirt yutib, ichiga liqlab suv qochilab, quruq yaga qo'yib, yana 24 soat kuzatdi ekan. Qapoqning suv oqmaydiganligi kafolatlik qilgandan keyin endi buni xaridorga bersak bo'ladi deydi-ki. Nima degan japodo bu? Shunaqa qilib Japonni o'zingga chillaydi ekansa deb ochiqligimning sababi shu. Shunda japo bo'lsa-mu, lekin shu suv qapoqqa oid filmlarni chiqargandan keyin nurg'un to'rdoshlar yaxshi ish qilibsizlar, an'anamizni unutilib qolmasin deb ilhomlantirganlar bo'ldi hammanglarga ko'p rahmat. Bu ustammi japo bo'lsa-mu, olaman deysizlar, men yana qapoq tepib ulardan boshqa yer qilib beray deb va'dalarni bergan bo'ldi. Men bu ustamga rahmat. O'rnimiz Qumul Oltin Sayat ko'chasida 180 97 92 96 33 bilan aloqalasangiz bo'ladi.